Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz mehmonlari va bizni yaqindan kuzatib boradigan obunachilarimiz. Bugun biz sizlarga 2026-yil 20-fevraldagi narxlarni hammasini yoritib o'tamiz. Bu o'zimizni Sifat brendi ostida ishlab chiqarilib turgan drabilkalarimiz. Buni narxlarini, yasalishlarini, qanaqa materiallarda yasaladi, hammasini qo'ldan kelgancha bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni komplektida nimalari bor, nimalar qo'shimcha beriladi, motorlari qanaqa, shularga bir to'xtalib o'tib ketamiz. Keyin o't chiqarib bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pchilik kommentariyada so'rashibdi, o't chiqarib ham ko'rsatinglar deb. O'shanga har xil o'tlardan hatto g'o'zapayigacha olib kelib qo'ydik. Bularni bir qator chiqarib ko'rsatib berib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda drabilkaning o'zi bilan qisqacha tanishib oladigan bo'lsak, buni komplektida mana bunday 5 xil setkasi, yorma qilib beradigan setkasi, bu kepak qilib beradigan setkasi, bunisi qo'ybob setkasi, mana bu qo'yga ham, molga ham bo'laveradi. Universalniy setkasi bu, molga ham, qo'yga ham bo'laveradi, o't chiqarib beradi. Bu molbob setkasi, yirik qilib beradi. Где-то shu 10 sm atrofida qilib. Bu Rubin motorimiz bo'ladi, 6,5 kilovatga 3,5 ming оборот. Bu Ariol motorimiz 6,5 kilovatga 3,5 ming оборот. Birkaga yozilishi shunaqa. Keyin pichoqlarimiz двойной terilgan mahavikli pichog'imiz bo'ladi. Endi buni mana busi bor, don chiqargan ishlaydi bu qopqog'i. Hozir video davomida ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ochilishlari ham juda qulay. Kruchok bilan ochiladi. Mana bir qo'lda ham videoga ham o'zim bochkani olib qo'ydim mana yoniga. Juda ham qulay ishlatishga. Bunga mana setkasini qo'yilishlari ham mana bir qo'lda ham bitaveradi ish bemalol. Mana shu holatda tushirsa bo'laveradi. Yana buni bitta narsasiga e'tibor berasizlar. Buni taglikka polni teyish kerak. Mana bu setka tepadan solingandan keyin mana bu taglikka polni tegish kerak. Shunda ko'ngildagida yaxshi o'rnashadi joyiga. Mana shu holatda qo'yiladi. Mana shunday tegish kerak mana. Juda ham oson, qo'yib olinishlari ham. Turbani ham qalinligiga e'tibor berasizlar. 7 mm dan shu 1 cm gacha turbalar ishlatiladi, qalin turba. Mana drabilkamiz qisqacha shu ko'rinishi. Keyin g'ildiraklari ham bor. U yoqdan bu yoqqa yetalab yurgani ham bo'laveradi. Mana oyoqlari ham qalin shivellardan yasalgan. 4 mm lik qalin shivellar. Avtomatlari yonida tok ko'rsatkichlari ham motorning o'zida. Mana shu holatda bo'ladi drabilkamiz. Mana aytgan aytganchilik sallik qo'yib beramiz. Qo'shib beriladi, qo'yib yo bo'lmasa qo'yib beriladi. Garilkalarimiz, ko'mirni qumiga yonadigan garilka, atala qaynatishga mollarga. Va xolosa ishlab chiqarishlarimiz juda ham katta. Qo'ldan kelgancha hammalariga yetkazib beramiz. Yana bitta qulayliklardan bittasi, mana bu armaturacha qo'yilgan qop ilishga mana. Don chiqariladigan bo'lsa, qop ilib qo'ysa ham bo'laveradi buni o'ziga. Mana. Ba'da mana bug'doy chiqaramiz. Makka, sitilgan makka, sotali makka ham chiqaramiz mardagi bilan. Eng qattiq mahsulotlardan bittasi mana g'o'zapaya. Buni ham chiqarib maydalab berib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu yer yong'oq palak, mana ichida cho'plari ham bor. Xudo xolasa mana shularni ham bemalol maydalab beradi. Yana pichog'iga keladigan bo'lsak, zavodskoy mahavik bo'ladi. Mana zavodskoy mahavik eng originali, og'ir. Kilogramni ham hozir tortib ko'rsatamiz. Pichoqlari ham двойной.
Haligi pichoqdan bitta o'lik 2 mmligidan. Qalini ham bor bu pichoqda, yupqasi ham bor. 2 mmligi ham bor, 3 mmligi ham bor. Mana qalinligiga e'tibor berasizlar. Ya narigindan bitta olib chiqaylikmi o'zimiz ishlatib turgandan? Ungacha mana biz buni og'irligini ko'rib turamiz. Mana 0 turib so'radimiz. Mana bu qo'yildi 10 kg 500. 10,5 kg atrofida bo'ladi buni ham og'irligi mana. Menimcha ko'rindi hammaga. Mana pichoqning farqi. Biz mana bu qalin pichoqdan ishlatyapmiz. O'ng tarafda turgandan. Hali bir xilga arzon drabilkalar bor, bu yuqa pichoqdan ishlatadi. Bizniki mana bundan 3 mm qalinligi. Bu ham yaxshi, yomon pichoq emas, u nisbatan ishlash kamroq vaqt xizmat qiladi bu yuqqani. Pichoqni ham ko'rdik. Endi mana zakotovkalarimiz hammasi xohlasa birinchi qo'limiz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bular motor qo'yiladigan drabilkalarimiz. Bu donni qopqoqlari. Mana bularimiz ham mana zakotovkalarimiz, qalin turbalar. Shaklari ham xudo xolasa kempingda bo'ladi 100%. Oddiy svarka ishlatilmaydi. Oddiy svarka ishlatiladigan joylari ham bor, kam. 5%, 10% joyga svarka ishlatamiz. Mahaviklarimiz mana buni eng asosiy nimasi, ko'pchilik kommentariyada so'rash bo'lyapti. Mana bochkasi necha deyapti, eni. Hali ko'pchilik yantoq, shunaqa gabaritli o'tlar chiqarishadi. O'shanda chiqargani qiynalmaymizmi, razmeri kattami, videoda unchalik bilinmayapti deganlarga mana razmeri 48 cm ichidan ichigacha. Endi biz buni 51lik bochka deymiz. Tashidan tashiga o'lchaganda 51 cm mana. Menimcha hammaga ko'rindi. O tagini eni mana eti 33 cm. Mana bu narsalari chang chiqmasinga, o'tni maydalarini tepaga otmasinga qo'yiladi.